Normal xarajat qildingiz imoratingizga. Lekin ish o'xshamay qoldi. Nima qilasiz? Ustaga mana shunaqa qo'l ko'tarasizmi yo to'latasizmi? Hoji aka, bu ish sizga yarashmaydi. Aslida ustani ishini realni ko'zingiz bilan bitta ko'rib, keyin ustani yuziga solsangiz, o'ylaymanki, to'g'ri qaror bo'ladi. Keling, men sizga mana shu imoratimiz, ishimiz haqida qisqacha sizga obzor qilib beraman. Oxirida esa narxlar haqida ham ma'lumot beraman. Mabodo ishlarimiz yoqib qolsa, keyingi ish sizniki bo'lishi mumkin. Qani bo'lmasa, boshladik. Assalomu alaykum hammaga. Navbatdagi ishimiz Samarqandda, aniqrog'i Jumada Ulug'bek akamizning uylarini chiroyli qilib tunika fonlar qilganmiz. Tashqi fasadlar to'liq bitgan. Atiga 1,5 ming kvadratdan ziyodroq bo'lgan ushbu ishimiz sizlarga qiziq bo'lsa, videorolikni oxirigacha ko'ring. Hali ham bizni obuna bo'lmasdan kuzatyapsiz. Baraka topgur, shuni obuna tugmachasini bosib qo'ying. Biz esa boshladik. Uyimizni tashqi fasadidan boshladi, ko'cha qismidan obzor qilishdi. Uyimizda mana shunaqangi ikkita anaqamiz bor, kichik uyamiz bor. Bizda kichik uy deydi. Mana biz buni oralarini mana shunaqangi chiroyli qilib banzayka qildik. Keyin yana bitta shuni o'rnida eslatib o'tib ketaman. Men bu latoklar qilgan usta akalarimiz tomini yopgan paytda yuqorida latoklar yo'q ekan, biz shu yuqoridagi latoklarni ham chiroyli qilib qo'yib yubordik. Va mana bu latok uzilmasdan bir tekisda ketdi. Mana bu yerlar uzilmasdan chiroyli ketdi va o'rtalarini esa mana shunaqangi banzayka qildik. Bu yerda havo, shamol aylanadi, kirib chiqadi chirdak qismida. Fasonimizga keladigan bo'lsak, fasonimizni dutili variantda qilganmiz, oppoq rangda va ozroq mana bu o'rtadagi nirjavakalari esa haqiqiy nirjavaka gold rang, tilla ranglardan foydalanganmiz. Endi mana bu yerdagi ustaning haqiqiy professionallik mahoratlari mana shu burchak joylarida bilinadi. Mana bu burchak joylarini ko'rib, konkretni baho berasizlar. Har bitta burchak joylarini chiroyli qilib olib kelganmiz va uyimizda haqiqatan mana darvozaxonadan, ko'chadan, darvozadan kirib kelayotgansiz. Juda ham chiroyli suratda kelgan. Uyimiz tashqi fasadi haqiqatan bir havas qilgan odamlar like bosib qo'yinglar. Havas qildim deylar. Xudoyim taolo sizga bundan ham zo'rlar yetkazsin. Mana kichkinagina joy bo'lganligi uchun biz mana shunaqangi baliqcha variant deydi birovlar, high-tech 3D deymiz biz, high-tech 3D tugatdik. Xullas mana. Endi esa ichkarilarni bir sizga chiroyli obzorlarni qilaman. Mana bu sokullarimiz chisti qora granit tosh, usti traventin bo'lgan va yuqori qismi tunikafon bo'lgan. Hozirgi kunda trendda ketadigan fasadlardan haqiqatan ishlarimiz sizlarga ham yoqdimi, yo'qmi? Kommentariyada 1 dan 10 gacha bo'lgan ballik sistemada baho qo'yib ketsanglar chiroyli bo'ladi. Endi uyimizni men bu tumbalar haqida gapirmasam bo'lmaydi. Bu Firuz ukamizning mehnati juda chiroyli chiqdi. Haqiqatan ishini ustasi ekan. 2026-yilda Samarqandda trendga chiqqan high-tech 3D fasonda qildik ushbu uyimizni. Ranglarini oq ranglardan qilganmiz. Oqlarimiz ham glansiy oq, matviy emas. Nima uchun aynan glansiy? Chunki glansiy oq bu xuddi alikafon atmosferasini beradi. Agar alikafondan qilinganda edi, bu biriga bir narxi qimmat chiqqan bo'lardi, lekin tunikafondan xuddi alikafonga o'xshash dizaynda high-tech 3D variantda qildik. Bu high-tech 3D fasonimizni boshqa fasonlardan farqi nimada bilasizmi? Bu uchta tomondan qaraganingizda sizga 3 xil ko'rinish beradi. Xullas kalom 3 tomondan sizni kayfiyatingizni ko'tarishga xizmat qiladigan fason desam mubolag'a bo'lmaydi. Hozirgi kunda Samarqandda eng oldi fasonlardan biri bu high-tech 3D fason. Bu fasonda ko'proq Amerikadagi yurtdoshlarimiz uylarini aynan mana shu high-tech 3D fasonda qildirdi. Uyimizga ishlatilgan tunikaning kvadrati 1,5 ming kvadrat metrdan ziyodroq tunika ishlatildi. Ushbu uyimizda boshqa ishlarimizdan e'tiborli jihati shundaki, biror bir joy qolmadi. Tunikafon qilinishi kerak-u, qilinmay qolib ketgan har bitta joy qilindi. Hatto mana bu mansardlarimizni yuqori qismlarini ham juda chiroyli qilib qildik. Mansard ekan-ku deb qolib ketilmadi hamma joy. Va ranglar uyg'unligi, shakllar mutanossibligi bilan uyimiz mana shunaqangi go'zal suratda tugadi. Endi ayvonlarimiz haqida ham bitta ko'rsak, ayvonlarimiz ham juda katta ayvon. Biroq ayvondan bu yerda ko'p. Haqiqatan sizni tomosha qilganingizda, patologga qaragan paytingizda kayfiyatingizni ko'tarmasdan iloji yo'q. Ushbu uyimizga 1,5 ming kvadrat metrdan ko'ra ko'proq tunika ishlatgan holatda uyimizni high-tech 3D variantda qilib tugatdik.
ishimizdagi asosiy e'tiborli jihatlari nimada? Biz ishlarimizni yog'och rekaga emas, metall profilga qotirganmiz. Tunikamiz qancha tursa, tagida karkaslar ham o'shancha tursin degan maqsadda va issiq sovuqqa, namgarchilikka chidamli bo'lishligi maqsadida haqiqatan uyimiz juda ham chiroyli, ideal surat tugatdi. Bu high-tech 3D variantda 1,5 ming kvadrat metrda qilish bu shunaqangi mas'uliyat degan, shunaqangi javobgarlik degan. Ya'ni haqiqatan mana ishni xuddi mana shunday ko'zingiz bilan realni ko'rib, agar sizga ham ishlar yoqqan bo'lsa, siz ham uyingizni mana shunaqa katta xonadonlarda eng so'nggi dizaynda, eng so'nggi fasonda, zamonaviy uslubda tunikafon qildirmoqchi bo'lsangiz, xuddi mana shunday kelib, ishni ko'zingiz bilan ko'rib, ma'qul bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlar orqali bog'lanib, uyingizni bepul hisob-kitob qilib, bepul ma'lumotlarni olib, gazini bosib olsangiz, o'ylaymanki, to'g'ri qaror qabul qilgan bo'lasiz. Hoji aka, mana shunaqangi chiroyli yozgi oshxona qilsangiz, patologlarga ham alohida e'tibor qaratmasangiz bo'lmaydi-da. Endi mana shu hammasi batamom bitgandan keyin bu juda ham chiroyli bo'ladi. Har qaraganingizda mazza qilasiz. Nafaqat o'zingiz, balki sizni ota-onangiz sizdan ham ko'ra ko'proq xursand bo'ladi. Endi nima deydi, ota-onasini ko'zini xursand qilmoqchi bo'lganlar mana shunaqangi qadriyat ustalarga murojaat qilsa, chotki qilib xizmatlaringizni qilib beramiz. Har qaraganingizda prosta mazza qilaverasizda. Mana bu ikkinchi ko'cha tomonimiz. Uyimizni patologlarni ko'rdinglar. Haqiqatan tunikafonlar sizlarga ham ishlarimiz yoqdimi, yo'qmi, kommentariyada yozib qoldinglar. Agar sizlar ham uylaringizni mana shunaqangi katta xonadonlarda premium klassda tunikafon qildirmoqchi bo'lsanglar, pastdagi raqamlar orqali qadriyatli ustalarga bog'lanib murojaat qilishlaringiz mumkin. Maslahat berish, hisob-kitob qilib o'lchab berish mutlaqo bepul. Narxlari hammasiga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, gazini bosib olasiz. Qadriyatli ustalarni kuzatishda davom etinglar.